Bobur aka, Eshitaman. aka klientlardan tushayotgan savol, Xo'p. lipuchka bilan Aha. oddiy diskga qoqiladigan tosh farqini tushuntirib bering aka. Lipuchka bu borki, yopishtiriladigan narsa bu, balansировkani toshi bo'ladi. Bu qachon tushib ketadi? 2 xil, 3 xil variantda tushib ketadi. Birinchi variant, moshina qancha tez yurgandan keyin diska qiziydi, oporniy diska qiziydimi? Diska qiziganining hisobiga bu ham qiziydi. O'shaning hisobida bu ancha mana bu samakileyka yumshab bo'shab qoladi. To'g'ri kirib mo'yka qilinsa, mana bu tosh uchib ketadi. Keyin balans yo'qoladi, yuzdan keyin vibratsiya berishni boshlaydi. Ikkinchi variant yaxshi yopishtirilmaganidan. Chunki buni yopishtirishdan oldin обязательно tozalab, tegini yaxshilab latta bilan artib, benzin bilan tozalab, yo'qsa обжигатель bilan tozalab turib, очиститель bilan tozalab turib, ana undan keyin yopishtirib, ustini yaxshilab bosib olsa, ana o'shanda zo'r beradi. Balansировка o'zgarmaydi.